Avtomobilda ogohlantirish chiroqchasi yonsa, bu dvigatel buzilgan degani emas. Bu faqat bitta narsani anglatadi. Uni tekshirish vaqti keldi. Ijobiy natija qo'rqinchli bo'lishi mumkin. Ammo testning ijobiy natijasi saraton kasalligini anglatmaydi. Bu sog'lig'ingizga e'tibor berishingiz kerakligidan dalolat beradi. Ko'pgina ayollar topshirgan test salbiy natijani ko'rsatadi. Testning ijobiy natijasi vahimaga tushish uchun emas, balki keyingi tekshiruv uchun sababdir. O'zgarishlar qanchalik erta aniqlansa, kasallik rivojlanishining oldini olish imkoniyati shuncha yuqori bo'ladi. Ijobiy natija saraton kasalligini anglatmaydi. PAP testidan o'ting, shifokoringizga murojaat qiling, natijalarni e'tiborsiz qoldirmang. Profilaktika o'zingizni himoya qilish imkoniyatidir. Bachadon bo'yni saratonining oldini olish mumkin. Asosiysi erta choralar ko'rish. Bu yong'in emas, bu uning oldini olish imkoniyatidir. Odam papilloma virusi testining ijobiy natijasi ham xuddi shunday ishlaydi.